Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyede siz gadiroz. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü leksiyelerimizi sözleşten evvel 2-3 gündün birinkü vaziyetine özüge bir qarab çıkayla, hürmetli vatandaşlar. Hazır torbetini kütüp durgandak, belki bütün dünya kütüp durgandak. Birinci ayının 30. günü Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining umumiy yig'inida davlat siyosati to'g'risida nutq so'zlaydi. Ondan keyin oldimizdagi hafta, balki ondan sal kerakmi yoki o'sha hafta ichidami Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministrligi o'zining siyosat xarakterli dokolatini e'lon qildi. Bu ishda torbetlarda shunday uchurlar berildi. Shuning uchun bo'lgan oraliqda hozir hamma odam vaziyatni kutib turgandek. Biz endi sizlarga bugun so'zlaydigan leksiyalar o'sha oldimizda o'tib ketgan 2-3 kun ichidagi vaziyat to'g'risidagi leksiyalarni so'zlaymiz. Birinchi mavzu. Chavshanga tajovuz qilguvchi birlashma armiya qilichini bilashga boshladi. Bu hamda xabar yozuvchining maydonida turib aytayotgan gap. Buni tabii Chavshanga tajovuz qilguvchi armiya, birlashma armiya deb opti xabar yozuvchi. Amerika qarshi turib Chavshanga yordam berishga endi o'rin qolmadi. Mavzuli xabar 1-oyning 16-kuni Dobitor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. 1950-yil 6-oyning 25-kuni Chavshan urushi portladi. Amerika, Angliya, Kanada qatorli 16 davlat Birlashgan Davlatlar Tashkiloti armiyasini tashkillab urush maydoniga atlandi. 1950-yil 7-oyning 10-kuni Jungo xalqi Amerikaning Tayvanga Chavshanga tajovuz qilishi qarshi harakat qo'mitasi qurdi. Amerika qarshi turib Chavshanga yordam berish harakati o'sha komitetdan o'sha kundan boshlandi. Shu yil 10-oyda Jungo ozodlik armiyasi fidoyilari Chavshanga urush qatnashib, Chavshan urushining pardasini ochdi. 68 yildan keyingi bugungi kunda, ya'ni 2018-yil 1-oyning 15-kunidan 17-kunigacha Amerika, Kanada birlashib chaqirgan Chavshan yarim orolining bexatarligi to'g'risidagi tashqi ishlar ministrlari yig'ini Kanadaning Ottawa shahrida o'tkazildi. Chavshan urushi mezgilida Birlashgan Davlatlar Armiyasi bayrog'i ostida Amerika bilan birlikda Chavshan yarim oroliga askar chiqargan davlatlar yana bir qatam Kanadaning Ottawa shahriga jam bo'ldi. Yig'in chaqirilishidan burun yig'in qatnashadigan davlatlarning ismligi e'lon qilindi. Qatnashadigan davlatlar birdam 16 davlat deyildi, birdam 20 davlat deyildi xabar. Xabar yozg'isal chidamagandek turdi. Buning o'zi taqatgan suratlik bu xabarda 20 davlat tashqi ishlar ministrlarining bir yerga jam bo'lib muzokaraga, muhokama qatnashganligi va tushgan xotira suratimi 20 davlat ekanligi isbotlandi. Yig'inning mazmuni Chavshanga askar chiqarish masalasi değil. Qo'rishovga elish, yadro qurollari tarqalib ketmaslik, dengiz yuzi harakati, Chavshanning mablag'i erishishini rad qilish qatorliq masala bu qatimqi yig'inda muhokama qilindi. Jungolar Rossiya chetga qilgan ham Jungolar Rossiya qarshi turgan ahvolda ochilgan bu yig'in navbatga o'tkazilayotgan Chavshan Koreya suhbatiga ko'langa tashladi. Amerika Rossiya bilan Jungoni qoyilib o'tib, o'z oldiga ish qilish Chavshan Koreyaning yarishib qilishiga Amerika yo'l qo'ymaslik. Buni Dobitor betida da'vat edildi. Amerika Koreya Chavshan qarama-qarshiligini saqlab qolib, Koreyada askar to'rg'izishga sabab izlash. Buni Dobitor betida da'vat edildi. Amerika askar chiqarib Chavshanda kriz paydo qilish, har xil gap so'zlar orqa-orqadan kelishga boshladi. Buni Xitoy torbetlar taqatdi bu gap so'zlarning asosi. Her qaysi taraflarning ko'z qarashlari qandoq bo'lsa bo'lsin, lekin bir nuqtani muqimlashtirishga bo'ladi.
Amerika qarma-qarşılıq payda qılıb, Koreya, Çavşan söhbətiga qoşulib payda qilish. Yaponiya mundaq hesablaydı. Şimal-Cənub söhbəti bu Çavşandan vaqtni keyniga söyləş yelisidir. Bu xəbər Cungo'nun torbeti deyil, Duviyet torbeti Cungo'nun Duviyet torbeti yazıbatıdır. Hazır biz bu yığınğı Cungo'nun meydanından durup bağa berip atqan bir xəbərini sizlərlik şəkilib sözləvatır. Soğuk münasebetler uğraşı ahırlaşkandan ki ahırlaş. Lekin soğuk münasebetler uğraşı Çavşan yerim arıda herkes ahırlaşmadı. Nöbetki ahvalda soğuk münasebetler uğraşıga alakadar bir taraf kılıçını bilevatıdı. Soğuk münasebetler uğraşının yanı bir tarafı yemirleşke, parçalışma izlendi. Soğuk münasebetler uğraşı değil, Çavşan'ın münasebetlik bir tarafı Rusya ile Cungo. Ulanın münasebeti hazır yemirleşkiye. Çavşan üç tarafının münasebeti yemirleşki izlendi de. Ama bir taraf Amerika başçılığındaki yani bir taraf soğuk münasebetle uğraşan Çavşan'ın münasebetle ola o davada yığın açtı. Çünkü Çavşan münasebeti yamallaşıp ketkenligi doğrusu sözlep yürüşünün ornu yok hazır. Çünkü olan Çavşan'ın harbiy işler almashtırışı allaqachon to'xtab kaldı. Çünkü Çavşan dostluk hamkorlik shartnomasining ismi bor. Cismi yok. Çavşan Cungo ile yadro kuralları doğrusunda fikirleşmeydi, sözleşmeydi. 1953 yıl 7. ayının 27. günü Birleşken Devletler Teşkilatı armiyası bilen Cungo, Çavşan iki devlet ben min diyende Çavşan'da uruş toxtuş kelişimi imzaladı. Kelişimge Çavşan'ın komandanı Jenri için imza koydu. Cungo taraftan Cungo armiyasının komandanı Feng Dahui imza koydu. Amerika Qo'shma Shtatlar taraftan Birleşken Devletler Teşkilatı Birleşme Armiyasının komandanı Qurolaq Armiya Marshali Mark Clark imza koydu. Bugün Amerika şu vaqtki Birleşken Devletler Teşkilatı armiyasiga qatnaşqan devletlarni yana bir qitim Kanada'nın Ottawa shahriga chaqirib yig'in etib Koreyaning orqasi turadigan devletlarni tashkillaganda Janubiy Koreyaning orqasi turadigan bu devletlarni tashkillaganda Cungo Çavşan'ni birlik sapga elib kiralaydigan iqtidordan tamamen ayrilib qoldi. Yani Cungo'nun birlik sepiga Çavşan'ni elib kirishmi hazır Cungo işi etgan bu iqtidordan ayrilib qoldi. Cungo Çavşan meselesi de hakikaten chetga taqib etildimi? Çavşan Koreya söhbeti vaziyat yarata alamdı. Koreya Çavşan bilen hakikaten yarışa alamdı. Qaraganda Çavşan yerim aralıdaki boran çapqın Çavşan bilen Koreya o'tirisidagi vaqtlik olimpik tinchliği bilen cheklanib qolmasi kerak.